Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan terak to'sinlarimiz va arradan chiqqan to'sinlarimiz, vassalarimiz, shifrlarimiz, strapilalarimizni narx-navolarini tanishtirib o'tamiz. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni esdan chiqarmanglar. Videomiz yo'qolib qolmasligi uchun Xudo xolasa biz eng arzon narxda, vodiy bo'yicha, viloyat bo'yicha eng arzon narxda terak to'sinlarimizni arzonini qo'yib boramiz. Like bosishni esdan chiqarmanglar. Birinchi arradan chiqqan to'sinlarimizni narx-navolarini tanishtirib o'tishdan boshladik. Mana 7-15 4,5 metrli to'sinlarimiz, Haqqoniy Mirzaterakdan chiqqan bu to'sinlarimiz. Holatlari juda ham zo'r. Narxini 130 ming so'mdan buladi qilib beramiz. 1 metrlisi va 4 metrlisini 110 ming so'mdan qilib beramiz. 7-15larimizni. Bular ham yangi chiqqani, qo'li qurug'i bor, razmerlari ham juda ham zo'r chiqqan. Eng optim narxlarda xudo xolasa narx-navolarimiz. 4 metrlisi 110 ming so'm. 4,5 metrli keyin 7-13larimiz bor. Bularni 110 ming so'm qilib beramiz 4,5 metrlisini. 4 metrlisini, ya'ni 7-13 4 metrlisini 90 ming so'mdan qilib beramiz. Razmerlari 7-13, bular ham o'sha Mirzaterakdan chiqqan. O to'g'rida mana 3,5 metrlisi bor 70 ming so'm, 3 metrlisi bor 60 ming so'm, 2,5 bor 45 ming so'm, 2 metrlisi turibdi 35 ming so'm bular. Keyin strapila boblarimiz bor mana. 4 metrli chorqirra strapilalarimiz 50 ming so'm, jublilari 40 ming so'm, 3 metrlisi 30 ming so'm, 2,5 metrlisi 25 ming so'm bo'ladi. 2 metrlisi 20 ming so'm. Keyin 4,5 metrli 5 metrlilari ham bor, o'shalarni ham ko'rsatamiz. 2,5 metrli mana strapila murlat boblarimiz bular. Mana. Bular 50 ming so'm, 4,5 metrlilarimiz bo'ladi. 5 metrli strapila boblarimiz bor, keyin mana 12 ga to'g'ri. Bu endi strapilaga bu 70 ming so'm buladi qilib beramiz. Keyin bularning ustiga reykalarimiz bor, 4 ga 4. Uzuni 4,5 metrli, 4 metrli, 3 metrlilar 4 ming so'm. Bundan kalta razmerlar 3 ming so'mdan. Juda ham zo'r chiqqan reykalarimiz ham. Keyin to'sinlar tevasiga vassalarimiz bor. Mana garbil vassalarimiz 15 ming so'mdan mana. Mana shular garbil vassa deyiladi. Bularning kvadratini 15 ming so'mdan qilib beramiz. Mana to'g'rida ham turibdi. Necha kvadrat desalari bor, sonlari kvadratlar cheklanmagan. Yangi desalar ham to'g'rida yangilar turibdi. Keyin mana bunaqa 2 metrli lapet vassalarimiz bor keyin. 2 metrli lapet vassamizni 17 ming so'mdan buladi qilib beramiz. Keyin 2 metrli shoq vassamiz bor mana. 2 metrli shoq vassalarimizni 10 ming so'mdan qilib beramiz kvadratini. Mana shunday holatda bo'ladi bularning onasi. Yumaloq to'sinlarimizga navbat. Bu to'g'rida ko'rib turganlaring 6 metrli yumaloq to'sinlarimiz. Bu 6 metrli yumaloq to'sinlarimizni 200 ming so'mdan qilib beramiz. Bular ham juda ham zo'r chiqqan, yangi chiqqan to'sinlarimiz. Bularda qurug'i ham bor keyin. Holatlari juda ham zo'r. Mana ularni quruq, mana bu oldidagi bir pachkalari quruq. 200 ming so'mdan bu to'sinlarimizni qilib beramiz. Keyin 5 metrli sredniy to'sinlarimiz mana. 5 metrli sredniy to'sinlarimizni 160 ming so'mdan buladi qilib beramiz. Bular ham juda ham zo'r chiqib olgan. Endi bu 5 metrligimizni baquvvati ham bor, o'shani ham ko'rsatamiz. Bu to'g'rida turganlarimiz 5 metrli baquvvat to'sinlarimiz mana. 5 metrli baquvvat to'sinlarimizni 190 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin 5 metrli sredniy to'sinlarimizni quruq mana to'g'rida turibdi. Ularni ham 150 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa obunachilarimizga. 1,5 metrli sredniy to'sinlarimiz bor mana. Yangi chiqishgan, xudo xolasa bular ham. Buyumlarimiz juda ham zo'r, Haqqoniy Ko'kterak Mirzaterak bular. Holatlar juda ham zo'r. Ularni 120 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 4,5 metrli to'sinlarimiz bular. 1,5 metrli to'sinimizni baquvvati ham bor mana, ikki pachka. Bularni 150 ming so'mdan qilib beramiz. Bu baquvvat boy to'sin 4,5larimizni. Keyin bu tomonda 4 metrli to'sinlarimiz turibdi. 80 minglik, hali sredniy to'sinlarimiz bular. Bular dona 80 ming so'mdan. Qup-quruq bular. Mana bu to'g'rilarda ham turibdi. Xudo xolasa sonlari cheklanmagan. Nechta desalaring bor bularni. 80 ming so'mdan bularni qilib beramiz. 4 metrli keyin baquvvat to'sinimiz so'ragan ukalarimizga 4 metrli baquvvat to'sinimiz mana. 4 metrli baquvvat to'sinimizni 130 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlar juda ham zo'r, qo'l qurug'i bor buni ham. Keyin harilarimiz bor mana. 18 ga 18, 20 ga 20 harilarimiz. Bular metrini 100 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Eng optim narxlarda.
metrli to'sinlarimiz bor. Keyin 3 metrli to'sinlarimizni 50 ming so'mdan qilib beramiz. Mana 3 metrli to'sinlarimiz. To'g'rida 6 metrli sarroflarimiz turibdi mana. 6 metrli sarroflarimizni 70 ming so'mdan qilib beramiz. Bularni uzuni 6 metrli. Juda ham zo'r chiqqan bular ham. Holatlari yaxshi. 70 ming so'mdan bularni qilib beramiz. Keyin o to'g'rida 5 metrli turibdi. 60 ming so'mdan ularni qilib beramiz. 6 metrli strapila bopimiz bor mana. 6 metrli strapila bopimizni 50 ming so'mdan qilib beramiz. Bu ham zo'r chiqqan mana. Metrli ustun bopimiz bor keyin. Mana to'g'rida turibdi. Bularni donasini 30 ming so'mdan qilib beramiz. Xolos obunachilarimizga bularni ham. Keyin 4 metrli ustunchamiz bor. 18 ming so'mdan bularni qilib beramiz. Buni baquvvati ham bor. 35 ming so'm. Bular ham juda ham zo'r. Hamma yo'g'imiz Mirza Terekdan chiqqan, xudo xolasa. Yarimta ham kaliforimiz yo'q. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli terek mahsulotlari zarur bo'lsa, nomerlarimizni qoldiryapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.